Samarkand, where people and cultures come together. Here, Koika is helping nurture a sustainable future. Tomorrow opened by skills. Today, dreaming of tomorrow. Growth, nurturing today. Welcome to the Koika Vocational Training Center in Samarkand, Uzbekistan. 여기는 사마르칸드 코이카 직업훈련원입니다. 따라오세요. 소개해드리겠습니다. 따라오십시오. This is the second center established by Koika in Uzbekistan, a hub for learning, empowerment, and possibility. A place where education and learning coexist. In every classroom, young people are chasing their dreams through language. 오늘 여러분 입니다, 입니까? 이에요, 예요 배우고 있었어요? 꿈이 있어요. Arzusu var. 오르주. Arzu var. benim 오르주. 지금은 원장님 비서 일하고 있습니다. 한국어로 말할 수 있어서 한국사 손님이 많이 와서 제 일을 좋아해요. 한국에서 오는 선생님들이 너무 잘 가르쳤어요. 수업이 너무 재밌어요. 우즈벡에 마컬 있어요. 그림에 Another path opened through language. 어떤 때는 뿌듯하고 어떤 때는 가슴 아프고 아이들이 이제 자기 이야기를 할 때 그걸 이제 한국어로 그리고 자기 꿈을 얘기할 때 정말로 기쁨이긴 했어요. Teaching the students, the teacher learns of happiness, and they all grow together. 경복궁, 제주도 모두 유명한 장소를 공부하고 우즈베키스탄에 살아와서 제가 배운 걸 알려주시고 싶습니다. In another classroom, youth shape their own futures. Their journeys are different, but their dreams all take flight. Birinchi darsga kelganimda hatto monitor qanday yo'qolish kerakligini ham bilmasdim. Ammo hozirda do'stlarimga ham qisqa dasturlash buyruqlarini o'rgataman. Now, Shakarova is not only studying for a new certification, she's helping others along the way. Chunki agarda men sertifikat olsam, mening hunarim tan olinadi. Shu sababli do'stlarim bilan sistemni qabul qilyapmiz. Yaqinlashib kelayotgan sertifikat imtihoni uchun tayyorgarlik ko'ryapman. Va men bu yerga kelib angladimki, hayotimdagi bu yerda o'qish mening ishonchim bo'ldi. The national certification program here in Uzbekistan holds special meaning. O'zbekiston O'rta Osiyoda eng aholisi ko'p davlat hisoblanadi. 500 mingga yaqini har yili mehnat bozoriga kirib kelyapti. Mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarni kasb-hunarga o'qitish, ularni ishga joylashtirish bu o'ta muhim masala va shu masalaga Koikaning loyihalari to'liq javob beryapti. The strength that supports a young person's first step begins with learning together. Yoshlarimizni yangi texnologiyalarga qiziqishi ortib boryapti. Yangi texnologiyalarni yangi kasb sifatida qabul qila ola boshlashdi va ular yangi texnologiyalarga chuqurroq o'rganish, ularni egallash va shu sohalarda kelajagini bog'lash va ishga joylashtirish bo'yicha demak qiziqishlari ham ortib boryapti. Preparing youth for tomorrow is the same as building a nation's future. And at the heart of that change stands Koika. Keyin kompyuter kursini boshladim, qiziqdim. O'zim 6 oy davomida kerakli narsalar, ko'p narsalar o'rgandim. Tadbirkorligim poligrafiya, tipografiya. Shu men sohani o'rganishim davomida Koikadagi hamma ustaxonadagi hamma narsalardan foydalandim. Printer, kompyuter,
o'zim qiziqqan narsa apparaturadan foydalanib, o'zim ko'nikmalar oldim, o'rgandim hammasini. Koykaga kattakon rahmat. Dreams realized through Koika, and the beginning of yet another possibility. New technologies that create new opportunities. Samarqand Koyka markaziga kelib IT yo'nalishi bo'yicha bilim oldim. Bizlar 2 yildan beri bunaqa bionik protezlarni ishlab chiqarish sohasida ish yuritamiz va hozirgi paytda bizlar davlat tomonidan grant yutganmiz. O'sha grantni ishlatib bizlar hozir o'zimizning 3D printerlarimiz bor, o'zimizning kompyuterlarimiz bor. Koika support, turning bold ideas into reality. Bizda asosiy maqsadlarimizdan biri bu ko'chalarda hozir bizlarda nogironlar bizlar bilan yurmaydi. Ular uyda o'tiradi, ko'chaga chiqmaydi, chunki sotsialniy anus bor. Shunga mening niyatim o'sha nogironlarni bizlarni safimizga qo'shilishini, bizlar bilan birga yurishini, har xil tadbirlarga ishtirok etishini. Koyka kamsahamnida. The change sparked by one person's learning changes lives, lights up cities, and spreads towards a wider world. Learning transforms me, and my growth transforms the world. Koika, World Friends Korea.